Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa sizlar uchun chiroyli qilib 97-yil oq tikomizni tayyorlab qo'ydik. Xudo xolasa sotiladi. Tiko qiziqadiganlar bo'lsa, hamma yo'q chiroyli holatda tayyorlab qo'yilgan. Dokumentlardan muammo yo'q. Hamma yo'q ishlaydi. Tepalariga mana bu ventilyatorlarni cho'tkilab qo'yib qo'yishibdi. Svetlar hamma yo'q ishlaydi, yonadi. Shuni olib minaslarga olishadi. Ishlar rasxoti yo'q. Xudo xolasa. Benzinda yuradi. Salonlarim akkuratli saqlangan. Tapelarim tiniq. Yo'lovchi olib minaman deganlarga badmata foydalanuvchilarim ishlaydi. Orqalariga mix kiydirib qo'yilgan, chiroyli qilib tomlari cho'tkilab tayyorlab qo'yilgan mana shu kalar. Qiziqqanlar bo'lsa, sraz aloqaga chiqib, biz ketyapmizlarning manzil aytlar kelib ko'rib savdolashib ketilaveradi. Narxini bir aytib o'tib ketaman. Oxirida xudo xolasa hozir motorxonani ko'rsatamiz. Akkumulyatorlari yangi. Sizlar ham tiniq, yaxshi holatda turibdi. Motorlar yaxshi deyishadi, masofasi ish yo'q. Ataki faralari, signallar ham ishlaydi. Malibu signallar qo'yib qo'yishgan ekan. Короче, variantlarimiz bor, naqdga sotiladi. Naqdga 1400 o'tib beramiz deyapti. Variantga $500 bilan chiqaveradi. 2 oyga variant qilib berilaveradi, bexijolat. Sraz aloqaga chiqamiz. Kimga tiko kerak bo'lsa, qiziqadigan ekanlar tashlab qo'yamiz, xudo xolasa. Biz yozdamiz.